bibiylar yo'q hozir, hamma Zaynab. Kumush bibiyni qarang, qanaqa ayol bo'lgan ekan deyman. Qodiriy bobomiz ham fantastik asar yozgan ekan o'tgan kunlarda. Otabek ikkinchi xotinga uylanayotganini eshitgan Kumush ko'zida yosh bilan Otabekning oldiga kirib keladi. Otabek kitob o'qib o'tirgan bo'ladi. Ko'rganmisizlar? O'xshatib beraman. Fuzuli yaxshi kitob. Men ham yolg'iz qolgan kezlarimda shu kitobdan aslo boshimni ko'tara olmas edim. Qarang, Fuzulidan gap boshlayapti. Ikkinchi xotinga uylanayotgan eriga. Demasdan. Opalar, mana qilib Fuzulidan gapirishsam bo'lar ekan-ku. Otabek Kumush ko'zlarida yosh ko'radi-da aytadi. Yig'ladingizmi deydi. Ha? Yig'lamasinmi Otabek aka? Bu yoqni ikkita qilib qo'yapsiz o. Shunda ham Kumush yig'ladim desam, erimni ko'ynaga kelmasin deydi-da, ko'zlarim o'zi shunaqa deydi. Shunda Otabek aytadi, ota-ona roziligini bir tomchi ko'z yoshingizga arzitdimmi deydi. Kumush roziman deydi. Qarang, ikkinchi xotinga qanaqa liq o'tib ketilgan, qanaqa liq. Bilmaydi ham o'sha yerda kinoda shunaqa joyi borligini. Hozirgi ayollar, opa-singillarim, Kumushdan qayeriylar kam? Qayeriylar kam? Bir og'iz aytinglar, bir og'iz. Begim, men bir o'zim sizni ko'nglingizni ovlashga ojizmen. Lozim topsangiz yana bir kishiga uylaningiz. Denglar. Libo erkak aytadi, yo'q jonginam, men sizga bo'lgan muhabbatimni o'zga ayol bilan alishmasmen deydi. Lekin agar sizga yengillik bo'lsa, qo'lingizdan ishingizni olsa, o'zim uchun emas, siz uchun rozimen. Rozisizmi? Rozimen. Mana rozisiz. Hazilni ham tushunmaydi. O'tgan kunlar chiqsa, mana ishingizga boring.